Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensiya masalasidagi juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil tushuntirib beraman. Bu mavzu ayniqsa 60 yoshdan oshgan pensionerlar, pensiya olish arafasida turgan fuqarolar. Ota-onasi yoki yaqinlari pensiyada bo'lgan oilalar uchun bevosita ahamiyatga ega. Gap shundaki, pensiya to'lovlari ularni hisoblash ayrim hollarda ikki qismga ajratish, qo'shimcha to'lovlar va hujjatlarni qayta tekshirtirish masalalari bo'yicha ko'pchilikda savollar ko'paygan. Agar siz bu jarayonni to'g'ri tushunmasangiz, o'zingizga tegishli pulni vaqtida olmasligingiz, ortiqcha yugur-yugurga tushib qolishingiz yoki noto'g'ri ma'lumotga ishonib zarar ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa tinch bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlarni tayyorlash kerak va pensiya jamg'armasiga borganda nimalarni so'rash zarur? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha o'ylangizdagi eng muhim moliyaviy masalalardan biriga ta'sir qiladi. Men avvalo asosiy savolga javob beraman. Pensiya ikki qismga bo'linadi deganda nimani tushunish kerak? Odamlar orasida bu ibora har xil talqin qilinyapti. Ba'zilar pensiya kamayarkan deb o'ylayapti. Ba'zilar pensiya 2 marta berilarkan deyapti. Yana kimdir 60 yoshdan oshganlarning hammasiga yangi tartib qo'llanadi deb xavotirga tushyapti. Aslida pensiya tizimida ikki qism deganda bir necha holat nazarda tutilishi mumkin. Pensiyaning bazaviy qismi va ish stajiga bog'liq qismi, pensiya va qo'shimcha ustamalar yoki asosiy to'lov bilan alohida kompensatsiya to'lovlari. Shuning uchun men bu mavzuni shov-shuvga berilmasdan tartib bilan tushuntiraman. Oldingi tartibda ko'pchilik pensionerlar o'z pensiyasini bitta umumiy summa sifatida ko'radi. Masalan, odam har oy 1 million 200 ming so'm olsa, u bu summaning ichida bazaviy hisoblash, ish staji, oldingi ish haqi, imtiyozlar, ustamalar yoki kompensatsiyalar bor yo'qligini aniq ajratib o'tirmasdi. Hisob kitobni pensiya jamg'armasi qiladi. Bank kartasiga yoki naqd shakli umumiy summa keladi. Pensioner esa mening pensiyam shu deb qabul qiladi. Hozir esa ko'proq e'tibor shunga qaratilyapti. Pensionerga to'lanayotgan umumiy pul nimadan iborat? Qaysi qismi asosiy pensiya, qaysi qismi qo'shimcha, qaysi qismi qonuniy ustama, qaysi qismi vaqtinchalik to'lov yoki kompensatsiya? Buning sababi oddiy. Tizim shaffof bo'lishi kerak. Agar odam o'z pensiyasining qanday hisoblanganini bilsa, xatolik bo'lsa tezroq aniqlaydi. Masalan, ish staji to'liq kiritilmagan bo'lsa, avvalgi ish joyidan ma'lumot noto'g'ri o'tgan bo'lsa yoki ayol kishining bola parvarishi davri hisobga olinmagan bo'lsa, u pensiya miqdorida seziladi. Bu yerda eng muhim jihat shuki, pensiya ikki qismga ajratilishi har doim ham pul kamayadi degani emas. Aksincha, ayrim hollarda bu pensioner uchun foydali bo'lishi mumkin. Chunki u qaysi to'lov nimaga berilayotganini aniq ko'radi. Lekin ayrim hollarda hujjatlar to'liq bo'lmasa, oldin noto'g'ri hisoblangan joylar aniqlansa yoki fuqaro o'z stajini tasdiqlay olmasa, qayta ko'rib chiqish jarayonida savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga o'z hujjatlarini tartibga solishni maslahat beraman. Oldin ko'plab fuqarolar pensiyaga chiqishda asosan mehnat daftarchasiga tayanardi. Mehnat daftarchasida qayerda ishlagani, qaysi yillarda ishlagani, lavozimi va ishga kirish-chiqish sanalari yozilgan bo'lsa, shu asosda staj hisoblanardi. Ish haqi haqidagi ma'lumotlar esa arxivdan, korxona buxgalteriyasidan yoki mavjud elektron bazalardan olinardi. Lekin hamma joyda hujjatlar bir xil saqlanmagan. Ba'zi korxonalar yopilgan, ba'zilarining arxivi yo'qolgan, ayrim yozuvlarda muhr noaniq, sanalar chalkash yoki ism familiyada xatolik bo'lgan. Hozir esa elektron ma'lumotlar bazasining ahamiyati kuchaygan. Ya'ni fuqaroning ish staji, sug'urta badallari, ish haqi ma'lumotlari, rasmiy ishlagan davrlari imkon qadar elektron tizimlar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni. Hujjat soxtalashtirish kamayadi, tizim tezlashadi. Odamlar ayrim ma'lumotlarni qayta ko'tarib yurmaydi. Lekin murakkab tomoni ham bor. Agar sizning eski ish joyingiz ma'lumotlari elektron bazaga to'liq tushmagan bo'lsa, o'sha davrni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjat kerak bo'ladi. Masalan, bir erkak 12 yoshda 35 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida 1995 yildan 2020 yilgacha turli joylarda ishlagani bor. Lekin pensiya jamg'armasi tekshiruvda 1930 yildan 1992 yilgacha bo'lgan davr bo'yicha arxiv ma'lumoti yetishmayapti desa, bu 5 yil staj masalasi ochiq qoladi. Natijada pensiya miqdori kutilganidan kam chiqishi mumkin.
Agar u fuqaro eski korxona arxividan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi vedomosti yoki ma'lumotnoma topsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi 6 yoshdan oshgan, 3 farzandni tarbiyalagan, turli yillarda ishlagan. U pensiyasini olayotgan bo'lishi mumkin, lekin bola parvarishi davrlari, ayrim imtiyozli davrlar yoki qo'shimcha ustamalar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi ehtimoli bor. Agar u hujjatlarini qayta tekshirtirsa, ba'zan pensiya miqdori oshadi. Shu sababli o'zgarish deganda faqat qo'rquv emas, balki imkoniyat ham bor. Men pensiya bo'yicha eng muhim tushunchani aniq aytaman. Pensiya miqdori havodan olinmaydi. U bir nechta asosiy omilga bog'liq. Birinchisi ish staji, ikkinchisi ish haqi yoki hisobga olinadigan daromad, uchinchisi qonunda belgilangan minimal va bazaviy ko'rsatkichlar. To'rtinchisi ayrim toifadagi fuqarolar uchun ustamalar yoki imtiyozlar. Beshinchisi hujjatlarning to'g'ri va to'liq rasmiylashtirilgani. Agar pensiya ikki qism sifatida ko'rsatilsa, odatda odam buni shunday tushunish kerak. Bir qismi sizga pensiya huquqi sifatida beriladigan asosiy to'lov, ikkinchi qismi esa qo'shimcha ustama, kompensatsiya yoki alohida hisob-kitob asosidagi to'lov bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning asosiy pensiyasi 1.100.000 so'm. Unga yoshiga, nogironlik holatiga, urush yoki mehnat faxriysi maqomiga, boqimandasi borligiga yoki boshqa asosga ko'ra 200.000 so'm qo'shimcha qo'shilgan bo'lishi mumkin. Umumiy olganda u 1.300.000 so'm oladi. Lekin tizimda bu ikki qism alohida ko'rsatilsa, pensioner nimaga qancha olayotganini tushunadi. Kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerak? Birinchi navbatda 6 yoshdan oshgan va pensiya miqdori juda kam deb hisoblayotgan fuqarolar. Masalan, odam 30 yil ishlagan, lekin pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, bu yerda savol tug'iladi. Hamma staj hisobga olinganmi? Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Arxivdagi davrlar kiritilganmi? Albatta, har doim ham xatolik bor deb bo'lmaydi. Chunki ayrim davrlarda ish haqi past bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin tekshirtirish zarar qilmaydi. Ikkinchi toifa. Mehnat daftarchasida eski yozuvlar bor, lekin korxona yopilib ketgan fuqarolar. Bunday odamlarda ko'p hollarda arxiv masalasi chiqadi. Masalan, 1990-yillarda kolxozda, zavodda, qurilish tashkilotida yoki kichik korxonada ishlagan bo'lishi mumkin. Hozir o'sha korxona yo'q. Bu degani staj yo'qoldi degani emas, lekin uni tasdiqlash kerak. Tuman yoki viloyat arxivi sobiq tashkilotning huquqiy vorisi, soliq organlari, mahalla yoki sud orqali tasdiqlash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Har bir vaziyat alohida ko'riladi. Uchinchi toifa chet elda ishlagan yoki vaqtincha norasmiy ishlagan fuqarolar. Pensiya hisobida eng katta muammo shuki, odam men ishlaganman deydi, lekin rasmiy badal, shartnoma yoki hujjat bo'lmasa, uni pensiya stajiga kiritish qiyinlashadi. Masalan, fuqaro 10 yil qurilishda ishlagan, lekin rasmiy ishga olinmagan. U real mehnat qilgan, lekin pensiya tizimi hujjat so'raydi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya masalasida og'zaki gap emas, hujjat hal qiladi. To'rtinchi toifa turmush o'rtog'i vafot etgan, boquvchisini yo'qotganlik, nogironlik yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq fuqarolar. Bunday holatlarda ikki xil to'lov huquqi paydo bo'lishi mumkin, lekin hammasi bir vaqtda to'liq beriladi degani emas. Qonunda ayrim to'lovlar tanlov asosida bo'lishi, ayrimlari qo'shilishi, ayrimlari esa bir-birini istisno qilishi mumkin. Shu bois menga ham pensiya, ham boshqa nafaqa to'liq berilishi kerak deb oldindan xulosa qilish noto'g'ri. Endi aniq raqamli misol keltiraman. Tasavvur qiling, Otabek aka 63 yoshda. U 20 yil rasmiy ishlagan. Pensiyasi 20.120.000 so'm. Keyin u arxivdan yana 4 yil ish stajini tasdiqlovchi hujjat topdi. Agar o'sha davr qonun bo'yicha stajga qo'shiladigan bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi. Natijada masalan 20.170.000 so'm, 20.260.000 so'mga chiqishi mumkin. Bu aniq hamma uchun shunday bo'ladi degani emas. Lekin prinsip shunday. Qo'shimcha tasdiqlangan staj pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir misol, Dilbar opa 60 yoshda, 2 joyda ishlagan, keyin farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan. U pensiyaga chiqqanda ayrim davrlarni e'tiborga olmagan bo'lishi mumkin. Agar tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, ish joyi ma'lumotnomalari va boshqa hujjatlar to'liq taqdim etilsa, uning pensiyasi qayta ko'rilishi mumkin. Bu yerda muhim narsa, men eshitdim, hammaga qo'shib berarkan degan gapga emas, o'z hujjatingizga qarash kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangizga pul vaqtida tushayotgan bo'lsa,
hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasidan qarzdorlik yoki noto'g'ri to'lov haqida xabar kelmagan bo'lsa, birdaniga vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir shaxsiy hisobingizni tekshirtirib qo'yish foydali. Men buni shifokorga profilaktik ko'rikka borishga o'xshataman. Kasal bo'lmasangiz ham ahvolni bilib qo'ygan yaxshi. Pensiya masalasida eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri shuki, odamlar qo'shnisining holatini o'ziga solishtiradi. Masalan, bir pensioner qo'shnim mendan ko'p oladi, demak menga kam hisoblangan deydi. Lekin qo'shnining staji boshqa, ish haqi boshqa, imtiyozli davri boshqa, nogironlik guruhi yoki ustamasi bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy hisob-kitob. Ikki odam bir yoshda bo'lsa ham pensiyasi bir xil bo'lishi shart emas. Yana bir nozik masala ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bunday holatda pensiya to'lanishi, qayta hisoblanishi, qo'shimcha badallar ta'siri bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Odam, men pensiyadaman, lekin yana ishlayapman. Demak, pensiyam avtomatik o'sishi kerak deb o'ylashi mumkin. Aslida qayta hisoblash uchun ma'lum tartib, muddat va asos bo'ladi. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, har yil yoki belgilangan muddatlarda o'z ma'lumotlaringiz kiritilmaganini tekshirib turing. Yana bir muhim jihat, ortiqcha to'lov. Ba'zan tizimda xatolik bo'lib, fuqaroga keragidan ortiq pensiya yoki ustama to'lanib qolishi mumkin. Keyin bu aniqlansa, davlat organi ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi ehtimoli bor. Bu juda noqulay holat. Masalan, pensioner bir necha oy davomida 300 ming so'mdan ortiqcha olgan bo'lsa, keyin 1 million 800 ming so'm qarzdorlik chiqishi mumkin. Shuning uchun agar sizga birdaniga pensiya juda ko'p tushsa, omadim keldi deb sarflab yubormang. Avval pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, bu nima asosda tushganini aniqlang. Hujjatdagi ism, familiya xatolari ham katta muammo tug'diradi. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova Dilbar yozilgan. Pasportda esa Karimova Dilbarxon bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda tug'ilgan sana bir kun farq qiladi. Bunday kichik ko'ringan xatolar pensiya stajini tasdiqlashda to'siq bo'ladi. Buni tuzatish uchun arxiv ma'lumotnomasi, FADIO ma'lumoti, ish joyidan aniqlashtiruvchi hujjat yoki ayrim hollarda sud qarori kerak bo'lishi mumkin. Yana bir istisno imtiyozli pensiya, ayrim kasblarda ishlaganlar, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar, pedagoglar, tibbiyot xodimlari, harbiy xizmat bilan bog'liq shaxslar yoki boshqa maxsus toifadagilar oddiy tartibdan farqli hisob-kitobga ega bo'lishi mumkin. Bu yerda 60 yoshdan oshganlarga umumiy o'zgarish degan gap hamma imtiyozli toifaga bir xil qo'llanadi deb bo'lmaydi. Imtiyozli toifalarda ish joyi, lavozimon nomi, mehnat sharoiti ro'yxatga kirishi, buyruqlar va maxsus ma'lumotnomalar juda muhim. Nogironligi bo'lgan pensionerlar bo'yicha ham alohida e'tibor kerak. Nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa va qo'shimcha to'lovlar bir-biridan farq qiladi. Masalan, fuqaro avval nogironlik pensiyasi olgan, keyin yoshga doir pensiya yoshiga yetgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda qaysi turdagi pensiya foydaliroq, qaysi biri qonuniy asosda tanlanadi? Ustamalar saqlanadimi yoki o'zgaradimi? Buni mutaxassis bilan hisoblatish kerak. Men bunday vaziyatda og'zaki maslahat bilan cheklanmasdan yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Pensiya ikki qismga ajratilganda yana bir savol tug'iladi. Ikkinchi qism kechiksa nima bo'ladi? Ayrim to'lovlar texnik jihatdan alohida sanada tushishi mumkin. Masalan, asosiy pensiya oyining bir kunida kompensatsiya yoki qo'shimcha to'lov boshqa kunda tushishi ehtimoli bor. Bu hamma hududda bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar siz bir qismi tushdi, ikkinchisi tushmadi deb xavotirga tushsangiz, avval bank ilovasida tushum tarixini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi yoki to'lovni amalga oshiruvchi tashkilotga murojaat qiling. Eng muhimi, aniq sana va summa bilan so'rang. Endi men sizga aniq amaliy yo'l yo'riq beraman. Birinchi qadam, o'z pensiyangiz bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinet yoki tegishli davlat xizmatlari portallari orqali ham ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Siz mening pensiyam qanday hisoblangan, qaysi stajlar kiritilgan, qaysi ish haqi davrlari olingan, qanday ustamalar bor degan savollarni aniq berishingiz kerak. Ikkinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Eng asosiy hujjatlar: pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish joylarida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari. Ish haqi bo'yicha hujjatlar: harbiy xizmat bo'yicha hujjat bo'lsa, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari,
nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha tana ek yoki tegishli tibbiy ijtimoiy ma'lumotlar, imtiyozli lavozimlarda ishlagan bo'lsangiz maxsus tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, hujjatlaringizning asl nusxasi va ko'chirmalarini alohida papkaga solib qo'ying. 3-qadam, arxiv masalasini hal qiling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, darrov umidsizlikka tushmang. Tuman arxivi, viloyat arxivi sobiq korxonaning huquqiy vorisi. Tashkilot joylashgan hududdagi hokimlik yoki tegishli idoralardan so'rab ko'ring. Murojaatda aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lgan, tug'ilgan sanangiz, taxminiy ishga kirish va chiqish sanalari. Qanchalik aniq yozsangiz, arxivdan javob olish shunchalik osonlashadi. 4-qadam, yozma murojaat qiling. Men pensionerlarga doim shuni aytaman, faqat og'zaki so'rab qaytmang. Og'zaki javob esdan chiqadi, isbot bo'lmaydi. Agar pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada pensiyamni qayta hisoblab berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizangiz ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 5-qadam, javobni kuting va tahlil qiling. Agar sizga pensiya to'g'ri hisoblangan deyishsa, javobda asoslar ko'rsatilishi kerak. Qaysi davrlar hisobga olingan, qaysi davrlar olinmagan, nima sababdan olinmagan, qaysi qonun yoki tartibga asosan. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, qayta izoh so'rang. Agar siz rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin sudga borishdan oldin hujjatlaringiz kuchli bo'lishi kerak. 6-qadam, bank kartasi va to'lov sanalarini tekshiring. Ba'zan muammo pensiya hisobida emas, bank rekvizitida, karta muddati tugaganda, hisob raqami o'zgarganida yoki texnik kechikishda bo'ladi. Agar pensiya tushmasa, avval bankdan karta faolmi, hisob bloklanmaganmi, to'lov qaytmaganmi, shuni so'rang. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov jo'natilmaganini aniqlang. Bu ikki idorani aralashtirmaslik kerak. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusi chiqqanda ayrim odamlar men pensiyangizni oshirib beraman, 2 barobar qilib beraman, ichkarida tanishim bor deb pul so'rashi mumkin. Bunday gaplarga ishonmang. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Hech kim sizga hujjatsiz, asossiz, yashirin yo'l bilan pensiyani oshirib bera olmaydi. Agar kimdir pul talab qilsa, bu xavfli signal. Rasmiy idoraga murojaat qiling. Ariza bilan ishlang, kvitansiya va ro'yxat raqamini saqlang. 8-qadam, oilangizdagi pensionerlarga yordam bering. Ko'p keksa insonlar elektron tizimni tushunmaydi, ariza yozishda qiynaladi, arxivga murojaat qilishni bilmaydi. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyada bo'lsa, ularning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Pensiya miqdori, tushum sanasi, hujjatlar to'liqligi, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, familiya o'zgarishi, arxiv ma'lumotlari bor yo'qligini ko'rib chiqing. Ba'zan bitta yetishmagan ma'lumotnoma o'yiga 200 ming yoki 200 ming so'm farq qilishi mumkin. Bir yilga hisoblasangiz, bu katta pul. Men yana bir oddiy, lekin muhim maslahat beraman. Har bir hujjatning nusxasini saqlang. Arxivdan ma'lumotnoma oldingizmi, nusxa qiling. Pensiya jamg'armasiga ariza berdingizmi, nusxasiga qabul qilingan belgi qo'ydiring. Bankdan ma'lumot oldingizmi, skrinshot yoki qog'oz ko'rinishda saqlang. Chunki keyin nizoli vaziyat chiqsa, men berganim degan gap emas, qo'lingizdagi hujjat yordam beradi. Xulosa qilib aytsam, pensiya 2 qismga bo'linadi degan gapni vahima bilan qabul qilmaslik kerak. Eng to'g'ri yo'l o'z pensiyangiz tarkibini tushunish, asosiy pensiya va qo'shimcha to'lovlar nimadan iboratligini aniqlash, staj va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtirish, hujjatlarni tartibga keltirish. O'rta yoshdan oshgan pensionerlar uchun bu ayniqsa muhim, chunki ko'p yillik mehnat davri eski hujjatlar, arxivlar va turli yozuvlar bilan bog'liq bo'ladi. Men sizga mutaxassis sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta kuch hujjatda. Kimning hujjati to'liq, arizasi aniq, talabi qonuniy bo'lsa, o'z haqini talab qilish imkoniyati yuqori bo'ladi. Kim eshitgan gapga ishonib tekshirtirmasa, o'ziga tegishli puldan bexabar qolishi mumkin. Sizning pensiyangiz bo'yicha savolingiz bormi? Pensiyangiz 2 qismga ajratilganmi? Pul miqdori o'zgarganmi? Qo'shimcha to'lov tushganmi yoki kechganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling.
keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatish, arxivdan hujjat olish va kam pensiya chiqsa nima qilish kerakligini yanada batafsil tushuntirib beraman.